Elektromobilda bosh og'rig'i sababi nima? So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ayrim kishilarda kuzatilayotgan bosh og'rig'i holatlari elektromobillarda hosil bo'ladigan elektromagnit maydon bilan bog'lanib, ushbu transport vositalari sog'liq uchun xavfli degan fikrlari ilgari surilmoqda. Ammo ilmiy manbalar nima deydi? Harakat kasalligi National Institutes of Health ma'lumotlariga ko'ra, harakat kasalligi ko'z orqali qabul qilingan harakat signali va ichki quloq vestibulyar tizim signallari o'rtasidagi nomutanosiblik bilan bog'liq. Elektromobillar silliq tezlashadi, vibratsiya kam, shovqini past. Ba'zi odamlarda bu ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, bosh og'rig'i keltirib chiqarishi mumkin. Bu radiatsiya emas, vestibulyar tizim reaksiyasi. Psixologik omil. Nocebo effekti American Psychological Association tadqiqotlarida tasdiqlangan, agar inson biror omilni zararli deb qabul qilsa, organizm real simptomlar bilan javob berishi mumkin. Elektromagnit maydon. Hozirgi ilmiy tadqiqotlarda elektromobil elektromagnit maydoni bosh og'rig'ini keltirib chiqarishi isbotlanmagan. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.